بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz, muhtaram, qadrlik Müslüman qarindoshlar, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari nomli bir yurish da'vat darsi so'zlab kelgan edim. Bu darsning bugungi qismisida 3 nuqtadan so'zlamoqchi. Birinchi, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning gap so'zdagi axloqi, gap so'z qilishdagi usuli haqida so'z qilmoqchi. Ikkinchisi, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning kulki chaqchaq haqida gap so'z qilmoqchi. Üçüncüsü, Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın yığlaştaki ahvalları ve hareketteki ahvalları hakkında söz kılmakçı. Demek, insan Allah subhanahu ve ta'ala'nın yaratışı da onun özgü has tabiati, özgü has karakteri bilen yaratılgan. O karakterde insanın nesibi, insanın tabakası, insanın yurtu, ya ki insanın ata-anası o karakterini özgertemeydi veya o karakterini belgileyemeydi. Mana bunun işidin birisi insanın gap söz kılışı, insanın yığılışı, külüşü, bu insanın tabii tuğulma karakteri. Ama insan şu karakteri arkalık başka insanlardan farklıdır. Çünkü külke, yığa, gap söz başka kişilerge tesir köksüdür ve başka kişilerge o ya ki faydalı ya ki ziyallık, boğallık noktasından İslam bunu hem kontrol kılıdır. Şunun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sahadaki ko'rsatmalari ve iş izlerini bilish ve bundan hakiki haberdar buluşumuz doğru kılıdır aziz birodarlar. Doğru, insanın sözü, insanın hayatındaki en mühim karakter ve kısletlerden biridir. İnsan özünün sözü arkalık nemi oylığını, nemi maksat kılığını, kıskısı özünün içkili dünyasındaki bütün şeylerini til arkalık ifadeleyebilirdi. O arkalık insan özünün hayattaki her kandak maksatlarını başkalarına bildirebilirdi. Bu til en ötkür kural bu. Xəncərdin mi ittik kural bu. Hatta til bir insanın yürükünü etilgan oktun mu qattiqroq zəhərləyələydi veya ki onun təsir göstərələydi. Şunun için biz bu tilimizni işletişte dikkat kıladigan qoidalar ve uslublar var. Bunu Peygamberimiz Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eliş doğru kılıdı. Allah subhanahu ve ta'ala Sure Qaf'ның 18. ayetida
ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid degan so'zi bilan bizga insonning so'zining haqiqatan ahamiyatli, muhim ekanligini, hatto Allah subhanahu va taolo insonning so'zidan biror so'zni saqit qilmasdan uni xotirlab turadigan, yezib turadigan malaikalarni belgilaganligini bizga xabar beradi. Demakki, inson har bir so'ziga ega bo'lishi kerak ekan. Mayli u mana bu dunyodagi hayotiga bo'lsin, yoki u ikkinchi bir dunyodagi hayotiga bo'lsin, so'z onun ya faydasıga bo'ladi yoki ziyniga bo'ladi. Allah bu sözüde ma yelfizu min qavlin, inson har qanday bir so'zni so'zlaydigan, o insonning qishida uning so'zini yezib turadigan nah farishta va uning qishidan yiroqlashmay doim so'zini yozadigan, kuzatib turadigan kuzatuvchi malaika bor deb xabar qiladi. Demak, so'zimizni chiqib yiroq emas, biz bilan billa g'aflatda emas, bizni kutib turadigan bir kuzatib turadigan kuzatuvchining borligini Alloh bu yerda xabar qildi. Shuna biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'z haqidagi ko'rsatmalari va so'z haqidagi adablariga rioya qilishimiz bizning islomimiz, iymonimiz, shundaqla o'zimizning jamiyatdagi mukammal inson bo'lishimizga eng ahamiyatli. Payg'ambar alayhissalatu vassalam so'zi eng güzel kishi edi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining so'zlari bilan boshqalarga aziyat bermaydigan, boshqalarning yuraklarini og'ritmaydigan so'zlik zot edi. Va so'zini har vaqt Rasululloh o'ylab so'zlaydi. Va Payg'ambar alayhissalatu vassalam tili ravon edi. Rasululloh kikashlab qoladigan, injiqlab qoladigan, ya so'zining oxirsini avvaliga bog'layolmaydigan zot emas edi. Shundaq ravon, tushunishli. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning so'zini anglagan kishi u so'zga oshiq bo'lib qoladi, maftun bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalomning so'zlarini anglasam dedi. Rasululloh o'zining so'zlari bilan boshqalarning yuraklarini o'ziga bog'lab olaydi. Shunchalik Rasulullohning so'zlari tushunishli, tatli, Rasulullohning so'zlari ratlik ham ajoyib ravon, fasohatli edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam so'zlagan vaqtda so'zlarini boshqa kishilar tushunib bo'lolmagudek darajada tizmi so'zlab atmaydi. Shundaqla so'rab bir ig'iz so'zni qilib bo'lsa, endi nima chiqibdiki so'zining keynidan deb kishilar uningdan kutib turgudek darajada mu osta so'zlamaydi. Mana bu haqda Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda ma kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yasridu kasardikum haza walakinnahu kana yatakallam bi kalamin yubayyinu yahfazuhu man jalasa ilayhi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zni so'zlasa, sizlar shittik so'zligining o'xshagan sözünü anda başkalar düşünemegidek derecede şiddet sözlemaydi. Belki Peygamber aleyhisselam sözünü anlayan kişi yadlıvulalıgıdek, istedi saklıvulalıgıdek ve şundakla düşünerligidek şekilde uçuk, dana sözleydi. Aziz buraderler. Bu Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın
ummatga rahmat ekanligi va bir ustozning o'zining atrofidagi kishilarga ko'ngil bilganligi va ahamiyat berganligining alomati. O'qituvchilar bo'lsin yoki kishilarga da'vat qiladigan da'vatchilar bo'lsin, so'zini o'zi tushunadigan emas, boshqa anglag'uvchilar tushunadigan shaklda so'zlash kerak. Uni shunday bildirish kerak. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zlari shunday ratlik, tartiblik, go'zal anglag'uvchilarni qiziqtiradigan, zeriktirmaydigan her bir anglag'uvchi Rasulullohning so'zidan ma'nosini tushuna oladigan shaklda payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlaydi. Rasululloh so'zlagan vaqtida shu so'zini anglab tug'uvchi kishilarning ahvoliga qarab so'zlaydi. Jiqmi so'zlab atmaydi. Zirik shundaqmi jiq so'zladi degidak zirikdak jiqmi so'zlamaydi. Va ya bir so'zlagan bo'lsa, oyig'ini devatgan bo'lsa, degidak ozmi so'zlamaydi. Yani şu sözünü Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü anlıqçılarının ahvalıga qarab yoki o'zi tushundirmoqchi bo'lgan maqsadni tushundiradigan iboralar bilan so'zlaydi. Mumkin Peygamber Aleyhisselam ko'p mazmunni az iboralar bilan uqtirishga tirishadi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem so'zlagan chaqida ovoziga bek diqqat qilyapsiz birodarlar. Bu bugungi biz yashayotgan jamiyatda o'zining haqiqatan rolini ko'rsatyapti. Agar biz atrofimizdagi kishilarni ziriktirgudak yoki qishimizdan yiroqqa ketgudak ulluk paranglashsak, bu hem bizning madaniyetsizligimizni uqtasa, qishimizda so'zimizni anglagan kishilar uni tushunamigudak, anglayamigudak tuvan so'zlasak ham bizning saviyasizligimizni uqtiradi. Allah subhanahu va taala vaqsut fi mashyika waghdud min sawtika inna ankaral aswat la sawtul hamir deb Sura Luqmanning 19. oyatida bizga sen manganchig'ingda takabburlik, yo'g'onlik bilan mu emas, bek xorlik, ojizlik bilan mu emas, o'ttirhol shaklda mang'in. Ovozingni pasla. Ya'ni bek ullik qilyapma. Inna ankaral aswat ovozning eng sat ovoz la savtul hamir eshakning ovozi deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Chunki eshak ullik to'g'laydi. Uning ovozi bek ullik bo'lganligi uchun Alloh mana ullik ovozda gap qiladigan, boshqa atrofdagi kishilarni bizar qiladigan ovozni bu yerda aybladi. Shuning uchun atrofimizdagi kishilarga maqsadni uqtog'udak shaklda so'zlash bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamning odatlaridir. Rasululloh so'zlasa yaxshilikni so'zlaydi. Ya'ni manfaatlik so'zni so'zlaydi. Ya dunyolik manfaatlik yoki oxiratlik manfaatlik so'z so'zlaydi. Chaqchaq qildim, o'ynashdim yoki har birsinglarga bir gap qilib beray degan edim deb so'zlamaydi Rasululloh. Manfaatlik so'zlaydi. Rasululloh so'zlasa shu so'zni anglag'uvchilarning ahvoliga qarab so'zlaydi. Agar ular zirikib qolgan yo u so'zdan malollik his qilgan bo'lsa, Rasululloh to'xtaydi, so'zlamaydi. Bu haqda Payg'ambar alayhisolatu vasallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda "Man kana yu'minu billahi wal yawmil oxir
فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُهُ. Allah'a işengen, ahiret günü işengen bolsa, işengen kişi bolsa, yaxşı sözünü desin, ya ki söz kılmasın. Yani şükürsün dedi. Demek ki bu yerdeki söz bilen boğan edep, söz bilen boğan kaide, iman bilen bağlanıdığan edep buradarlar. Peygamber aleyhisselam iman bolsa, Allah'a ahiret günüske iman etkan bolsa sözü de yaxşı sözlüsün, menfaatlik sözlüsün ya şükürsün dedi. Bu söz imanға bağlanıdığan söz. İmanға təsir göstərdiğin söz. İnsan bir ağız sözü bilen küfür buluşu mümkün. Bir ağız sözü bilen Müslüman buluşu mümkün. Bir ağız sözü bilen cennetke kiradigan kişilerden buluşu mümkün. Ya ki bir ağız sözü bilen dozakka kiradigan kişilerden buluşu mümkün. Şunun için sözüge ega buluş gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlüse sözlüğünün köprak jim turattı Resulullah. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın köpünç vaktları uylunuş, tefekkür kılış bilen bolattı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daim tefekkür kıtkan zatıydı. Oylap sözde etkan zatıydı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her bir sözleri de alahide dikkat kılıp sözleydi. Yani bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleştirdiki edepleri ve Peygamber Aleyhisselam'ın tutkan yollarının azgını bir kısmısı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın külkülürü kelsak, Resulullah'ın külküsü xuddi sözüge okşaş idi. İnsan külü de aziz buradarlar. Külmeydiğen insan yok. Dünyada kim bolsun, o insan buluş tabiatı bilen külüdü o. Yığlaydı o. Ama külüş de nimigi külüdü. Bunu kandak külüdü, bunu bilişimiz gerek. Resulullah külse köpünçe tebessüm kılıp gületti. Külüş üç xil buludu. Biri avazını ünlük kılıp qaqaqlab külüş. İkinci biri avazını fesrak çıkarıp külüş. Üçüncüsü avazsız şekilde külüş. Yani bir xil ağzıda külüş. Bu üç xil. Peygamber Aleyhisselam'ın köpünçe külküleri asasen tebessüm külküsüydü. Bazı da insan buluş tabiatı bilen qaqaqlab külüp qo'yatdi ya. Egizchi kurnugidek derecede külüp qo'yatdi. İnsanın mana bu külküleri hem insanın seviyesi, safası, medeniyet bilen nahayeti bağlangan buladı buralar. Qishingda, etrafında birasi musibet bolsa yoki ig'ir azob tatayotgan bolsa, onun üçün qayg'urmasdan kulish bu hasadning, düşmanlikning ya onun musibetiga xo'sh bo'lganlikning ma'nosini uqtirdi. Mana bu kulkularni islom cheklagan, islom to'sgan. Ama insan xo'sh bo'ladigan biror narsaga erishsa, uni u vaqtda xo'shligini ifodalash uchun kulish bu insonning tabiati bo'lishi bilan birga Alloh subhanahu va taoloni suyundiradigan bir kulku bu. Chunki u Allohning ne'matidan suyungan bo'ladi. Mana Alloh subhanahu va taolo ayette ve ennehu huve adhaka ve abka. Allah u küldedi, yığlattı. Demek Allah bunu bu yerdeki küldürüşünü özüge nispet verdi. Men küldedim, men yığlattım. Yani Allah subhanahu ve taala insanını küldürüdüğün işlerini takdir kıldı da insan Allah'ın takdir kılgan işlerden hursan buluş bilen küldü. İnsanın beşiği musibet,
ya azap, ya türlük qiyinchiliklarni Allah taqdir qildi-da, uning sababidan inson yig'iladi. Mana bu kulish, yig'lashma ham Allah subhanahu va taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi va u bu ham nurg'un qoidalarni talab qiladi. Bu kulishning ichidan Allah subhanahu va taolo insonga kulgidek xursand bo'ladigan ishni taqdir qilsa, uningdan kulish bu yaxshilik, bu Allohning fazli bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining ashablari bilan birga o'ldigan vaqtda kulutdi va ya ular biror ishdan xursand bo'lib kulsa, payg'ambar alayhisalom xursand bo'lib kuladi. Shuning uchun hadisda tabassumuka li akhika sadaqa. Sening qarindishingga kul tabassum qilganliging sadaqa. Sening qarindishingga kulib turib kurashganliging, uchrashganliging u sadaqa dedi. Chunki qarshi tarafga bu kulga uning bilan uchrashganlik, birga bo'lganlik, suhbatlashganlik yoki uningki muomalasidan rozi bo'lganlikni uqtiradigan bir ma'no bo'lganlik uchun bu kulga do'stlik, qarindoshlik, muhabbat nashrudi va bu orqali inson Allah subhanahu va taolo uning ustiga farz qilgan farzlarni birlikda ado qilib oladi. Bu Allohning ne'mati ham bir ibodat. Qarshi tarafingizning aziyatlari yoki uning ustiga kelgan kulfatlaridan kulish insonni dushman qiladi. Bir-birini yiroqlashtiradi. Va ya uningki aziyatlaridan xursandlikni oshkorlab qo'ydi. Mana bu kulish bu cheklangan va insonning yomon tabiatli ekanligini bildiradigan bir kulka bu. Yeni bir kulish bu inson o'zining ichida qattiq ochchig'i kelib turug'liq. Ammo shu ochchig'i kelib turug'liq kuladigan kulish orqali qarshi tarafga o'zining ochchig'ini kelganini, uningdan ko'ngli og'ig'ini uqtirmay o'tkazib o'tish uchun kuladigan bir kulki bor. Bu kulki ham yaxshi kulki bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bir qitim bir Arabiydan birisi kelib, "Ya Rasululloh, a'tini min malillah fa haza laysa maluk va la malu abik" degan qo'pol bir iborani ishlatdi. Ey Allohning payg'ambari, "Mana sen Allohning melini ber. Sening qo'lingdagi mal Allohning meli. G'animat bo'lsin, ya musulmonlardan yig'ilgan zakat bo'lsin, bu Allohning meli o. Sening mu meling emas, sening dadangning mu meli emas, o Allohning meli. U malda mening mu haqqim bor, mening haqqimni ber" deb qo'pol gap qildi. Rasululloh tabassum qilib turib, "Sadaqa innahu malullah." Bu odam to'g'ri aytdi. Bu haqiqatan Allohning meli dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy chiqargan. Demak, bu xil tariqadagi kulka ham yaxshi kulka aziz birodar. Uning qilgan muomalasi, uning qilgan qo'polligiga qarta ochchiqlanmasdan o'zini besib olib turib, ochchiqini ichiga yutib turib muomala qilish bu insonning irodalik, kuchli ekanligini uqtirishdan sirt aziyat yeb turib, ko'ngli og'rib turib, boshqalarga yaxshi muomala qilish orqali do'stlikni, qarindoshlikni va birlik va ittifoqni buzmaslik uchun elib boradigan kulki bo'lganlik uchun bu ham ibodat va yaxshi axloqqa dalolat qilgan kulki bu. Demak, islom mana bu kulkilarni ham diqqat qilishga tegishli taraflarni
bayon qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu xil shaklda kuladi. Atrofidagi kishilarning ahvoliga diqqat qilib kuladi. Ham kulkisida boshqalarga malollik yetkazmagidek darajada kuladi. Va yig'lash ham bu insonning tabiati. İnsan yığılğan vaqtida ba'zida o'zini tutulanmay yig'laydi. Ba'zida bir musibat sabablik yig'laydi. Ba'zida do'stlarini sig'inib yig'laydi. Ba'zida bir narsani qo'rqqanlikdan yig'laydi. Ammo yig'lashning usuli ovozini qo'yib o'tib yig'laydigan yoki to'xtamasdan yig'laydigan bu xil yig'lashlarni islom to'sadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam yig'laydi. Rasululloh ko'p yig'laydi. Hatto "Walau annakum ta'lamuna ma a'lam ladahiktum qalilan wa la bakaytum kaseeran" degan edi. Agar sizlar men bilganni bilgan bo'lsanglar, chuqum ko'p yig'lab az kulatdinglar degan. O yig'lash bu ibodat bu. Bir qism yig'lash bu ibodat bu. Nima qaysi xil yig'lash ibodat? Allah subhanahu va taolodan qo'rqib turib yig'lash. Allohning azobini o'ylab yoki Allah subhanahu va taoloning bizning ustimizga ortgan mas'uliyatlarini ado qilmaganligimizni o'ylab yig'lash bu ibodat. Rasululloh bu haqda la yaliju rajulun baka min khashyatillah hatta ya'uda al-labanu fid-dar'. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadisda Allah subhanahu va taolodan qo'rqib yig'ilgan inson do'zaxga kirmaydi toki sut shu amchakka qaytib ketsa keta, ammo inson do'zaxga kirmaydi dedi. Demak, Allah'tan qo'rqib yig'ilgan bir tamchi yosh yoki bir tal yig'a insonni do'zaxdan to'sadigan bir to'sqichon. Hatto do'zaxning o'ti uningga vojib bo'lib qolganda ham o yosh o o'tni o'chirishga yetadi aziz birodarlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tirmizida rivoyat qilgan hadisda aynani la tamussuhuman nar aynun bakat min khashyatillah va aynun batat tahrisu fi sabilillah degan. Ikki dona ko'z bor. Buningga o't tigib bermaydigan ikki ko'z bor. Bu ikki ko'zning birisi Allohdan qo'rqib yig'ilgan ko'z. Yana birisi Allah'ның yo'lida kuzatchilik qilib uxlamay qarab turgan ko'z. Mana bu ikki ko'zga o't tegmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda bayon qiladi. Hatto qiyomat kuni Allah'ның soyasida soydaydigan 7 turlik insonning ichidagi birisi va rajulun tapadat aynahu min khashyatillah. O Allah'tan qo'rqib ko'zi yosh to'kkan bir kishi deb, yana Allah subhanahu va taolodan qo'rqib yig'ilgan kishini Rasululloh soyasida soydaydigan kishi deb bayon qildi. Demak, bu Allohdan qo'rqib yig'lash bu katta ibodat. Ibodatlarning javhiri bu. Agar qarindoshlaringga ya ulug' tuqqanlaringga ya biror bir atrofingdagi kishilarga musibat kelgan bo'lsa, uning musibatiga o'rtoq bo'lib yig'lash, qayg'urib yig'lash, o'zimizning shu musibatga uchragan kishi bilan bir ishkanligimizni bildirib yig'lash, bu ham
Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın adetlerinden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin oğlu İbrahim ölüp kalgan vaqtda Peygamber aleyhissalam yığıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның qeşide tugan sahabe, ya Resulallah, bu nime dedi. Yani sen Allah'ın kazasını sabret kılmamsa, razı bulmamsa, bu Allah'ın kazasına razı bulmağanlıqını uqtırıp birdiğen bir ahval emes mu dep sorgan çağda Resulullah tedma'ul ayn ve yahzunul qalb ve la naqulu illa ma yurdi rabbana ve inna bike ya İbrahim lemahzunun dedi. Közümüzden yaş çıkıdı o. Tedma'ul ayn, köz yığlaydı. Ve yahzunul qalb, kalp gemkin boludu. Azaplanıdı. Ama tilimiz gıygimiz biz Rabbimiz razı buluduğun ya ki Rabbimizni razı kılıdığın sözü sözleymiz. Nimi üçün ülep gitse, yaş durup ülep gitse, 10 gülünün birisi içilmay turup sen ülep kettin go. Dünyaya kelip, dünyanın rahatını kürenmeyi ülep kettin go. Digini kokşugan şekildeki yığığa avaz koşap durup. Yığlaşını biz kınmayımız dep Resulullah bayan kılıyor. Biz seninden ayrılganlıkımızga kaygurumuz İbrahim dedi. Demek insan o tesirlendiğin mahluk o. O yığılaydı. Atanısından ayrılğanı yığılaydı. Dostlarından ayrılğanı yığılaydı. Uruk tukallarından ayrılğanı yığılaydı. Kaygırudu. Köngülü yerin buludu. Ama tilini o yığısıga, o musibetige koyuvetmeydi burada. Ben bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın adetlerinde. İnsan bazı kitaplarını körep durup ya Allah subhanahu ve ta'ala din ne oylap durup ya malum bir neslerden tesirinip durup yığılaydı. Bana Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetinde Abdullah bin Mesud Sure Nisa'nı okup فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا degan ayette Resulullah'ın özünü tutulanma yığılap ketkenlikini haber kılar. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا Eğer biz seni şu insanlığa guvah çıkılıp ekelsek, bu insanların ahvali kanda bulap gider degan ayetni o'qigan vaqtda Peygamber aleyhisselam ümmetiga qayg'urib, ümmetining ahvolidan echinib, ular nima kunga uchrab ketadi deb Resulullah qattiq qayg'urib ketgan. Chunki Peygamber aleyhissalatu vesselam insan buluş süpti bilen bu dinni mükemmel qilib qo'yib ketdi. İnsan men acizdim. Her kandak sebeplerini, özürlerini kesip etdiğin şekilde bu dinni alih koyup ketdi. Meyli bu dinge ergeç kişiler için bulsun, dinni Allah tuluk insan bilen mükemmel kıldı. Ve bu dinge ergeç mügellerge bulsun, tuluk hüccet turguzup koyup ketdi. Hele hem bu hüccet aramızda var. Biz bilen billi var. Mana şunda turguluğun Allah'ın aldığı keltirilgende bu insanlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ular guvah boğunu guvah buluşu bilen Allah'ın aldığı hüccet kesildi de onun ahvali ihir bir günde kalıdığalıqını Resulullah bilgenlik için yığılap gitti. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِدًا Biz sizni şulağı guvah ekelsek ularning ahvali qanday bo'ladi? Her bir milletin Allah ulağı guvah kılgan. Allah umumi Müslümanlığa, umumi insanlığa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını guvah kılgan aziz buradarlar.
Mana bu oyatni o'ylab Rasululloh yig'lab ketgan. Ta'sirlanib yig'lab ketgan. Shuning uchun yig'lash bir necha turlik bo'ladi. Allohdan qo'rqib yig'lash bo'ladi. Bir musibatga qayg'urib yig'lash bo'ladi. İnsanning qalbi yumshab, dili qattiq iriganlikdan yig'laydigan yig'lash bo'ladi. Ba'zida inson bir eng yaxshi ko'radigan avlodlari, urug' tuqqanlardan har xil shaklda ayrilib qolganlikdan ularni aslab yig'laydigan yig'lash bo'ladi. Ba'zida inson qandaqdir bir yig'layotgan bir ko'rinishni ko'rgan vaqtda şu insonlarning yig'lig'iniga bir muvofiqlash uchun ixtiyorsiz yig'laydigan yig'lash bo'ladi. Ba'zida inson yig'lash orqali o'zining yeshini boshqalarni aldash, boshqalarning hissdashligiga erishib olish ya boshqa kishilarni ishondirish uchun yig'lash bo'ladi. Mana bu yig'lashlarning ichida boshqalarni aldash uchun yig'ilgan bu yig'a bu soxtapazlik yig'isi bo'ladi. Bu shariat cheklagan yig'i bu. Shundaqla biror musibat kelib qolsa, u musibatdan qayg'urib yig'laydi, uning ovozni qo'shiq, qo'shoqlarni qetib, nazmlarni o'qib yig'laydigan yig'lashlar bo'ladi. Bu yig'lash islom cheklagan jahiliyatning ishlaridan bo'lgan yig'lash bo'ladi. Bir qism yig'lash Allah subhanahu va taolaning azamatini qo'qab yig'lash bu eng ibodatlarning kattasi bo'ladi. Yana bir turkum do'stlarni sevginib, ya ma'lum bir narsalardan ta'sirlanib yig'lash bu insonning insoniy tabiatidan bo'ladi, aziz birodarlar. Demak, Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana bu ahvollarning hammasida Rasululloh yig'laydi. Ba'zi oyatlarni o'qib yig'laydi. Allohni eslab yig'laydi. Ba'zida musibatlardan yig'laydi. Ammo saxta yig'isi aslo yo'q edi. Kishilarni ishontirish uchun yig'laydigan bir xil ilmi kirga to'shqan bu yig'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tepilmaydi. Bu intayin ig'ir bir saxtapazlik yig'isidir, aziz birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ish harakatlarida davomliq o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'radi. Mayli oyoqlarini kiysin, kiyimlarini kiysin, tahorat olsin, bir narsa basun yoki bir narsa olsin, har qanday holatda Rasululloh o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'radi. O'ng qo'li bilan qilishni yaxshi ko'radi. So'l qo'lini asosan Rasululloh ishlatmaydi. Yemak yeysimi, bir narsa ichsimi, har bir narsada Rasululloh o'ng tarafidan boshlaydi. Misvaq qilsimi o'ng tarafidan boshlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ng tarafidan boshlashni yaxshi ko'radi. Chunki innalloha yuhibbu al-mayamin. Allah Taala o'ng tarafni yaxshi ko'radi va safning o'ng tarafdagi safni yaxshi ko'radi deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ng tarafni xohlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kishilarga muomala qilganda kamtarlik bilan muomala qiladi. Demak, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning har bir ishlari bir ibodat, bir axloq, yeni bir eng yuqori tarafdagi safa va saviya, shundaqla o'zining atrofidagi kishilarga qarab turib Rasululloh bu go'zal axloqlarda axloqlanadi. Allah subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yuqorida tilga o'tgan sunnatlariga va ko'rsatmalariga muvofiq yashag'ili Alloh hammamizni nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolatu vasallamning
şu yol yo'qlari bilan o'zimizni axloqlang'ili va o'zimizni u orqali bir mukammal inson bo'lish tarafiga mang'il Alloh nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.